Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan kechagi ajoyib o'yinlar haqida gaplashamiz. Kecha Angliyada Manchester City o'z uyida Bournemouthni qabul qildi va o'yin shiddatli va ancha zo'r rivojlandi va zarbalar ostida kechgan o'yin Manchester City ustunligida o'tdi va Holland o'z formasiga qaytmoqda do'stlar. Manchester City o'zi uchun kerakli g'alabaga erishdi. Va gollarni Holland hamda O'rayli gol urdi. Hollanddan dubl. Holland o'z formasiga qaytyapti sekin-sekin va oltin to'p ro'yxatiga ham qo'shilyapti. Harry Kane va Mbappelar bilan bemalol raqobat qila olaman deb aytib o'tyapti Holland va Manchester City o'zi uchun kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi va 3 kundan keyin Borussiyaning Dortmundni o'z uyida qabul qiladi Manchester City. Va bu o'yindan oldin kayfiyat a'lo darajada Manchester Cityda va Ispaniyaga ko'chib o'tamiz. Azizlar, Ispaniyada Barselona o'z uyida Elcheni qabul qildi va o'yin shiddatli tus oldi. Asnonoy Barselonaning ustunligida o'tdi o'yin. Gollarni Yamal hamda Ferran Torres va Rashford super zarbasi ila tabloda 3-1 hisobida ko'rinish oldi va o'zi uchun kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Va Chempionlar Ligasidan oldin Barselonada ham kayfiyat a'lo darajada. Lamine Yamal sekin-sekin formasiga qaytyapti va jarohat halizgacha Lamine Yamalni qiynayapti va bu jarohatdan tezroq qutulib ketishni muxlislar xohlayapti va Barselona murabbiylar shtabi va Hansi Flick Lamine Yamaldan tezroq jarohatidan forig' bo'lishini istayapti. Va keyingi o'yinga to'xtalamiz azizlar. Keyingi o'yin Italiya A seriyasida Milan o'z uyida Romani qabul qildi va qariyalar jamoasi o'zi uchun kerakli o'rinlarda borishyapti. Milan Romani 1-0 hisobida taslim etdi va o'yin shiddatli tus oldi. Zarbalar ila Asnonoy Milanning hujumlari va Roma penaltidan foydalana olmagan vaziyatlari, ko'kka sovurilgan vaziyatlar va o'zi uchun kerakli qiyin g'alabada kerakli 3 ochkoni qo'lga kiritdi Milan va Dybala penaltidan vaziyatdan foydalana olmadi va Milan hozir ajoyib yaxshi formada va Luka Modric azizlar o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'ldi. Markazni ajoyib ushadi va Maignanning penaltidan ajoyib seyfi Milanning kerakli 3 ochkosini ta'minladi. Massimiliano Allegri Milanni hozir yaxshi boshqaryapti. Ketma-ket g'alaba va duranglar evaziga Milanga kerakli ochkolarni olib kelyapti. Siz bilan gaplashgan gaplarimiz va fikr mulohazalarim shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting va sahifamizga obuna bo'ling.